Hozir yo'qlama qilamiz. Muhammad. Ba. Tahir. Ba. Aygül. Ba. Maynur. Ba. Hammanglar to'liq kelibsizlar. Bundaq bir ish bor edi. Asiya ma'lum og'riq. Shunga to'liqsiz 3-yillik 3-sinfning sinf mudirligini bir singlar o'tkazib olsanglar. Qey ma'lum, siz chiqandaq. Men bek aldirash. Tahir ma'lum, sizchi? Mening ishim bek aldirash. Bu ishning uddasidan chiqib bilamasman ekan. Men bo'lay akirmalim. Siz? Qandaq? Bo'lmam deganman. Siz bo'lmassizmiki? 3-sinfning bolalari bek kapsiz. Ders kirgan ma'lumlarni hammasi qaqshab chiqadi. Meningcha Muhammad ma'lum 3-sinf sinf mudiri bo'lsa, o'quvchilar o'zi qilib qo'yam ekan. Odamning sirti qarab baho berish to'liq bema'nilik. Odamga haqiqiy baho bermoqchi bo'lsa, uning bilim saviyasi va iqtidoriga qarash kerak. Undaq siz bek iqtidorli ekansiz-da, ha? Bo'ldi bas. Muhammad ma'lum bo'lsin. Yuring Muhammad ma'lum, ders kiraylik. O'zicha sinf mudiri bo'lib ketgan yalir ekanda. 2 kundan keyin istifa bermagan nima bir ko'rak. To'g'riligimi bu? Oy! Ota! Erkek tomlak! Bu qaysi molimga? Qaysi molim bu, ha? Saboqdoshlar, diqqat qilinglar. Diqqat. Bu Muhammad ma'lum bo'ladi. Toshpo'latdan keldimi nima, ha? Bo'ldi. Saboqdoshlar, diqqat qilinglar. Bundan keyin Muhammad ma'lum sizlarning sinf mas'ulinglar bo'lish bilan birga sizlarning til adabiyot darsinglarni beradi. Endi Muhammad ma'lum siz yetakchilik qilsangiz bo'ladi. Maqlamsiz men chiqay. Xo'sh. Shundaylar, ular dars qanday qiladi? O'ziga bak chiroyli ma'lumga bu. Ma'lum dars. Bo'ldi, ma'lumlik qildirib qo'ydim. Ma'lum siz gapim batdi. Adigina. Sizning bilingizchi ma'lum. Bek inchikaling ha. Mahmudning dadisi Sevat o'qiydi. Sizning bilingiz shunga bag'ib pes qanda. Javolatalachu. Bu soatda o'tirgan darsimiz Teyibjon Iliyevning Alloh Takrorning o'limi nomli she'ri. O'tmaymizmi ya? O'timiz. Ha. Qaniysan? Yotildingmi? Ne? Siz yodlingizmi ma'lum? Yotladim. Tayyorlig'imga kirgilmaydi dedi. Vallah, Muhammad ma'lum biz bir she'r yodlab berasiz qanda. Yaxshi. O'qima ma'lum. Muallim o'qib bering ha. Ma'lumni to'k tugab qoldi nima? Endi chiqib, to'q qashlab qo'y, ha? O'qima ma'lum. Sizningchi Muhammad muallim u sinfning sinf mas'ulligini o'z ustiga ola olami? Boshqa o'qituvchilarning u sinfni tutqusi yo'q. Hatto bir soat dars o'tkazimi yo'q. Uning ustiga Muhammad muallim o'zi talab qilib turib oldi. U sinfning intizomi texim yomonlashib ketami? Bir mezgil qarab baxmaymizmi? Bo'ptamsa. Bir mezgil qarasa qarab baqayli. Vaqt to'shib qopti. Men hamsi darsga chiqay. Ma'qul.
bilimni büyük böl, o'qishni ulug'. Bilimdan keladi jimiki uqtuq. Bilimdan, o'qishdan o'zingni topsang, bo'lmaydi qimmatim, hatto bir pulliq. Bilimdan, o'qishdan o'zingni topsang, bilimni büyük bil, o'qishni ulug'. Bilimdan keladi jimiki uqtuq. Bilimdan, o'qishdan o'zingni topsang, bo'lmaydi qimmatim, hatto bir pulliq. Ulug' bu ishda. Muallim, Ha? yaxshimisiz? Voy, Ayşemgil, yaxshimisiz? Muallim, men bundaq bir ishni qilaymikin deb o'ylagan edim. Qani, dama. Bizning sinfda bir qancha yeziqchilikda qobiliyati bor o'quvchilar bor emasmi? Shu sinfdagi yeziqchilikqa ishtiyoq bog'lagan o'quvchilarni yig'ib, adabiyot, ijodiyat kursiga qursaqmikin deyman. Sizningcha qanday bo'lar? Buni nihoyatda yaxshi o'ylabsiz. Men buni adabiyot ishxonasidagi o'qituvchilar bilan maslahatlashib, ondan sizga javobini beray. Qandaq? Ma'qul muallim, undaqda sinfga kirgiztiray. Bo'pti. Bo'ladi, xo'sh. Xo'shamsa. Muhammed Muallim, Ha? vallahi qandaqroq? Vallahi yaxshi, lekin sal chechilan ekan. Siz qanaqa qilay deysiz? Cho'qim o'zgartib ketalayman. Ha, nihoyat yaxshi. Hey? Ma gez qarang. Ha? Nihoyat yaxshi yozilgan hikoya ekan. Avtori bizning maktabniki. Kimdi bu? Danish taxallusda e'lon qildirgan. Xeyli yaxshi yozilgan qilamdi nima? Ha, shundaq. Bo'pti, keyinroq o'qib qolamiz. Zakir muallim? O'quvchilarning fikri, o'quvchilarning ijodchilik ro'yini yuqori ko'tarish uchun maktabimizda adabiy ijodiyot kursiga qursaqmikin deyman. Sizningcha? Ha. Nihoyat yaxshi o'ylabsiz. Sizning kim yetakchilik qilsa bo'lar? Mana o'zim yetakchilik qilaman. Ha, siz? Hı? Sizning vaqtingiz yetami? Yetadi. Vaqtni ichidan vaqt chiqaraman. Sizlar qo'llab-quvvatlab bersangiz. Amsa shunday qilaylik. Rahmat. Hey, mal. Balalar nimandaq az. Yig'in ichildiganligini uqmamda. Vallahi davomli shundaq ma'lum. Bizning sinf mushundaq. Her haftaning birinchi kuni 7 soatda sinf yig'ini bor. Buni balalar uqmamda. Biladi. Biladi. Aytib qoldi ya. Ha, shu. Sinfinglarda Muxtar ismli bir savoddosh bor ekan. Uning o'rganish ahvoli haqiqatan yaxshi ekan. Hatto darslarga qatnashmamda. Muallim, uning oilasida qiyinchiligi bor, shunga u kelmadi. Qiyinchilik bor. Ras. O'ltiring. Endi biz bugun Ashulanikiga oila suhbatiga boraylik. Bo'ladi. Qaysi sanglar bo'ladi? Xo'sh ma'lum, ha? Xo'sh.
ko'chadimidu yoki ma ko'chadimi? Ben tasavvur Maladan etmedim. so'rab qaylichi. Hey ukam, Muxtar akasining uyini bilamsizlar? Muhtar akamning uyimi? Ha. Ma shu. Rahmat. sizlarga. Uyda bohamdi. Ha, mana. Ha, keling sonim. Tinchlikmi? 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 Ha, qani. Muxtarjon uyda bohamdi. Ha, bah. Muxtar, Ha? muallimlaring kelibdi. Ha mana. Qandaq? Tinchlikmi Yaxshi mana? turdingmi? Ha, o'tira bolam. Kela. Muxtarjon, men sizning oila ahvolingizni Muhammad muallimga aytgan edim. Bugun Muhammad muallim alayda vaqtini chiqarib sizni yo'qlab keldi. Ma'usumni Muhammad muallim siz uchun oldi. Elinga. Rahmat. Ma pulni oz bo'lsinmi? O'qish xarajatiga ishlatgan. Qani. Ala. Ha. Olay bolam. Rahmat. Rahmat muallim. Ko'p koyibsizlar. Muxtarjonning uyg'onishi bek yaxshi gap. Maktabga vaqtida borsin. Ha, shundoq uyg'onish nihoyatda yaxshi. Maktabga vaqtida borsin. Muxtarjon, atligi ko'rishaylarmisa, maktabga Keyinchilik bo'lsa da biz hal qilib beramiz. Ha, rahmat ukam. Ko'p rahmat. Ata maktabga borgan Ma'qulamsa, ha? atki ko'rishaylar. Boramiz qaytaylik. Ha, xayramisa. Ma'qulamsa. Ha, xo'sh ukam. Ha, xo'sh ukam. Xo'sh muallim. Avar qildik. Xo'sh. Rahmat. Xo'shamsa. Xo'shamsa. Rossiya energiya raketasi olam qatnashi guruhining Muhammadjon bola. Shivaskiyanov yaqinda Rossiya axborot Tamoq vositalariga ichdi. energiya guruhining Oy, 2009 lag'man yilda aytsan-da. olam kemasi yozishmoqda. Sen lag'manni yaxshi ko'rsanmasmi? So'ng seni deb aytdim. Shivaskiyanov mundaq dedi. Vah, Bu guruh hozir o'xshagan har yili haqlida. ittifoqamliq odamlik olam kemasidan chiqqani va ilgirlash nomli yuk Segin tashish balam, olam kemasidan sovuq qolsin yana. xalqaro bo'shliq punktiga olam Sen uchuvchilari ol. va yuk olib Ha, chiqishni bo'ladi. kafolat qilyotidi. Energiya guruhi yaqinda 2009-yili, 2010-yili va 2011-yillar o'rtasida Qancha har yili ittifoq nomli odamlik olam kemasidan 4ni va ilgirlash nomli yuk tashish olam kemasidan 8ni yasashni qaror qildi. U mundaq dedi: energiya guruhining olam kemasi yasash miqdorini ko'paytirishidagi sabab Amerika olam qatnashi idorasi Rossiyaning olam kemalarini sotib olishga qo'shilgan. Plan bo'yicha Amerika olam aeroplani qo'yib berish bitim sonini azaytdi. Zigna balam. 2010-yili butunlay Sovuq cheklab qolsin. chiqdi. Ana. Shunga Amerika bundan keyin Sen xalqaro ola bo'shliq apa? punktiga olam uchuvchilari va yuk chiqarishda Rossiyaning olam kemalarini ishlatdi. Endi okeandagi dengiz toshqini oftida aman qolganlar va qazo Turmush qilganlarning ishingni o'ylasak bo'ladi deydinim balam. Menoda xizmatim rasmiy to'xtasa, rasmiylashish bo'lgandan keyin Xizmatning rasmiylashishi aldırmay bir skildir bular. Ama turmush ishini o'ylashmasak bo'lmaydi-da. Apa. Gapimni anglagan jinim balam. Dadang rahmatlik bo'lgan bo'lsa. Hammislar yo'lida bo'lgan bo'ladi. Sening xizmat ishingmi bunchalar tasga to'xtab ketmaydi. Dadangmi sening hamma ishlaringni menga tashlab qo'yib Apa, bo'ldi ko'nglim yerim qilma. Dadang rahmatlik bo'lgan bo'lsa seni allaqachon o'ylab bo'lgan bo'ladi. Bo'ldi qil. Ko'nglimni yerim qilma. Dadam yo'q deb o'ylab qoldigan sen balami? Bo'ldi qilay. Ko'nglimni yerim qilma. Ha? Bo'ldi siqilmanchiman balam. Balam. Seni balam bo'ldi siqilmagan. Tomog'im sovib qoldi. Tomog'imni yeb ol. Opa. Ko'nglimni yerim qilma.
Apa, bo'ldi, ko'nglim yerim qilma. Tamg'ani ye. Sen mi tamıqın yigit? Apa, bo'ldi qil. Canım balam. Tamıqın yigit. Soğuk kalmışsın. Biz qachon qo'ysak bo'lar? Ben 100 so'm qo'yay. Meni to'yimdim o 100 so'm qilgan. Familiyamni qo'shib bezing, ha? Ha, bezing. Bezing. Men 100 so'm qo'yay. Sizchi? 50 so'm. 50 so'm. Men Siz 30 so'm qo'yay. Ayizing. Muhammed Muallim 30 so'm. Bezing. Ha, biz chiqa turaylarmiz. Ha, chiqaylik. birdan o'tirmamizlar. Bo'ldi. Men bu chiqay. Ey, Muhammed Muallim deymi? 30 so'm qo'yamiz. Shuna deyman. Nima degan cho'paylar? Shu emasmi? Jiraman. Zalga chiqaylik. Jir. Maşa Muhammed ma o'qituvchi desa, Shuni deyman. hal qarsang, halni atamaydi onun. Nədimi o'qituvchidek salay tursin. Qarg'ina kiyib olganlar. Bey, pıxsıq cuma o. Bir vaqt tamaqdan bazarda yemaydi. Atayın uyga yurib yeydi. Ansam tamakim çekmeydi ekan, hayat içmeydi ekan. Seypandakli bir nima o. Hey, mening ishlarini qarabamsa ona, ha? Hey. Ya bala, Muhammed muallimini bir sertleştireyli ya. Tez bol, kep kalmasın yana. Qandoq bular, kel. Cimacım. Bugün ötüdüğün dersimiz Dolan Yaşları namlıq hikaye. Bu Zordun Sabır'ın vekil karakterlik eseri. Kendinin obrazını tip derecesi kötürüş arkalı Dolan Yaşlarının Muallim, bayqishni men qilgandim. qaysi ishni? Beshingizga suv to'kib o'tgan ishni. Ha, atdiganda beshini yuvay desam, vaqt qistab qopdi. Shuning bilan beshini yumaylik agar edim. Mana endi sen bir umdalla yuvib qo'yding emasmi? Bo'ldi, savodashlar. Endi darsimizga kelaylik. Realizmlik usulda yozilgan bu asar Kenjining obrazini xos darajada ko'targan bo'lib, bu nihoyat yaxshi yozilgan asar. Avtor buningda Dolan Yaşlarının shu davrdagi xosligini ifodalash orqali shu davrdagi yoshlarning san'atni so'ydiganligi. Jimotra. Bu asarni shu davrdagi realizmlik ijodiyatidagi yaxshi asar deyishga bo'ladi. Bu asarda Kenjidan boshqana dadisining obrazimi nihoyat yaxshi yoritilgan. İşlerimiz o'ylagandikidan yaxshi bo'lyapti, shundaqmi? Shundoq ma'lum. Kurjigimizda nihoyat iqtidorli bolalar bor ekan. Bo'libmi iliqi qaysi sinfda? O'chirgichni deydi, ha? Mana. Ha, yaxshi oldu.
Men bu kurjikning mas'ulligini ishlash jarayonida mundaq bir o'yga keldim. Oldi bilan sizlar bilan bir maslahatlashib boqay deyman. Demamsiz. O'quvchilarning ijodiyatga bo'lgan qizg'inligini yana bir balda ko'tarish uchun yuqori matbuotlarda asri e'lon qilingan o'quvchilarga rag'batlantirish yuzasidan ozroq qalam haqqi bersak deyman. Bu ishga qanday qaraysizlar ekan? Nayt yaxshi bo'pti. Mablag' ishinichi? Ishxonamizda 10 dak o'qituvchi bo'lgandan keyin har birimiz 30-40 so'mdan ihona qilsak, o'quvchilarning xizmat ishiga ishlasak deydi. Sizlarcha bu ishni Mening ozroq ishim bor edi. Men chiqash turay, ya. Mening maoshim bek tuan. Shunga Mening maoshim bek tuan. Hey. Ha, teşvikmi? Ha bo'ladi. Men hozir chiqay, ya. Mening darisim batdi, chiqashtiray, ya. Hey, Maynur, to'xtang, sizga deydigan gapim batdi. Tulumdan to'qmoq chiqqandek so'zlaydigan ekan bu Muhammad degan. Shuni deyman. Pul chiqiraman, uni qilaman, buni qilaman degicha bir ayqur yangi kiygan sumasmidi u? Hozir to'y to'ykin o'ltirishning ko'pligida pulni yetkazamay olsa, nahadiki pulkan u? Hey, shuni degina. O'zini o'ylasicha u. Tamakchiga. Bo'ldi, uning gapini qilmaylik. Qani chayga baqsizlar. Rahmat. Ağaç otaslar. Qanchayga keslar. Rahmat. Muhammadjonmi xeyli cho'ng bo'lib qoldi. Bira gapsiz bordi. Oye, o gapning nimsin deyla. Mening mushu balamning ishidan boshqa g'aymim yo'qdi. Balduroq to'yini qilib olsam yaxshi bo'ladi. Sizning ko'ngillarga yoqqidek birasi bormi? Nədiki deyla. Men tepib beray desem unumaydı. Özüm tapman deb. Ya özü tapmaydı. Hey. Şu balı çoğup qalğanda pek tesken. Balamның dostlarının aldı toy qıp boldi. Hey. Bizning bir tuqunimizning qizi bor edi. İkisi ko'rishib baqsinmi ya? Oy, nimdaq yaxshi. Ma'qul. Bu Muhammadjon bizning oldimizda cho'ng bo'lgan bola. Men mug'imini qilib qo'ymasam bo'lmas. Men berib ko'rish baqay. Xabarini uqqandan keyin sizga xabar qilay. Oy, rahmat sizga. Mushu balamning ishini bir o'ngishib olsam. Bo'ladi. Undaq bo'lsa men chiqay. Oy, o'tasla. Men hozir tamoq qilib chiqaman. Oy, rahmat, o'tasla. Martamay bo'ldi. Chiqay. Oy, quruqlarim chiqadigan bo'ldi. Yo'qay, unda deymizlar. Ma'qulamiz. Bo'ldi. Uzatmaslar. Ma'qul. Xo'sh. Bo'pti. Balam, Muhammadjon. Ha? Apa, kela. Voy, senin balam texich kitob ko'rayotibsan-ku. Ozroqla qolgan. Voy, bo'ldi senin balam. Soat necha bo'lib ketdi? Atiyani ishlaydigan tursang, balduroq demag'ini. Ozroqla qolgan. Balduroq. Bo'ldi. O'zim qilay. Bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ma'qulamsa. Yaxshi-ku. Sen yaxshi tush ko'rding. Muhammadjon. Ha? Gapimni anglab, endi uxlig'ini. Ha. Nondan ko'proq ala balam. Sen mana. Apa? Ha? Men sana bir ishni deb o'ylab yuratdim. Bilsam, to'ysan deyman. Apa. Men har oylik maoshimdan oz bir qismini ishlatay degan.
Canım balam, senin bu pul işiltay deydiğin vaktin bulur iken ha? Sen birisi bilen bitişip koydun mu? O kim o? Hani diyine? Yo'q apa. Men u pulni o'quvchilarimga ishlatay degan. Ma'qul degina apa. Ma'qul canım balam, ma'qul. Men senin qaysi bir ishingga yaqtab baqqan? Shu sening to'y ishingni bir yaxlit qilib olgan bo'lsamla, mening Man qara apa. Mening o'ylagan yerlarim bor. Bu ishni keyin bir nima deyishayli, ha? Men hozir xizmatga bormsam bo'lmaydi. U yerdagi ishlar bak aldirash. Manga qarabla qoldi. Men hozir berib shu ishlarni bir taraf qilaman. Xo'sh, apa, o'zingni asra, ha? xo'sh. Tushdi kelaman. Yaxshiroq tomoq tayyorlab qo'y, ha? Zakir muallim, ishdan tushganda vaqtimiz bo'lsa, paranglasak bo'pti ekan. Ma'qul. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Zakir muallim. Men yana mundaq bir ish qilaymikin deb o'ylayapman. Maktabimizda asarni yaxshi yozadigan o'quvchilar nurg'un emasmi? Shunga men ularni qezib chiqaraymikin deyman. Ha, shundaqmi? Mundaqmi o'quvchilar borda? Men ularga o'z yinimdan pul chiqarib donish mukofotini ta'sis qilaymikin deb o'yladim. Yaxshi, asli Danish taxallusda asar yozgan sizkansizda. Amsi yaxshi ishlar ma'lum. Umidimiz sizda qoldi. Bo'ldi, amsi men qashtir. Rahmat. Ey adashqara, men bir qamlashmaganli gap anglab qoldim-ku. Qanday gap anglab qolding? Degina istikdingmi? Muhammad muallim bilan Oyishamning boshqa bir chotig'i yo'qdi, ha? Voy, nima gapni qildi ekansan? Undaq bo'lish mumkinmi? Sen mi oldirab hukm chiqarmag'ini? Men u hargiz ishamayman. Ayşemgül, Yaxshimisiz Muhammad muallim? sizni avar qiladigan bo'ldim. Yaqay. Bu maktabda chiqadigan adabiy gazet. Nima degan yaxshi? Ranjimay ballar taqtib bergan bo'lsangiz. Ma'qul. Hozirlan taqtib beraman. Aysam, qo'lingdagi nima gezdi? Qarg'ana bizning maktabdan adabiy gazet chiqaribdi. Ha, bak yaxshi bo'pti. Nima degan yaxshi? Nima deyapsizlar? Asar e'lon qilgan o'quvchilarga Muhammad muallim o'z yenidan pul chiqarib berdi ekan emasmi? Nima yaxshi. Seni mubada qachon? Jiringlar, sinfga berib boshqa bolalarga taqtib beraylik. Ma'qul. Naming ulug', shuhrating cheksiz. Sen suyimlik, muqaddas makon. Sizda qaytmadingizmi? Ya, yo'q. Men sal turib qo'yay degan. Restoranda o'tirgan. Yura. Men Yura bo'ldi. Asta. Yura. Men E'lonla vallahi. Ağaç oturaylik. E'lonla. Ha. Olayım size. Qalasam o. Qani 39 qiz. Birerim gidin ishga sho'ltamaylimi? Kelinlar. Ketiraylik. Xo'sh. Shtoq. Ketiraylik. Shtoq qilsa. Xo'sh. Xo'sh. E'lonlar qizlar. Sizlarmi e'lonlar? Evatimiz. Kelinlar. sizlarni qo'zg'atdikmi nima? O'tiringlar. Hey, yaqay. Qani. O'tiringlar. Bugun bu so'rinimizga
Muhammed Malimning kelgini olam shumul ish o'tdi-ku bu, ha? Shu emasmi? Muhammad muallim degan kelgusiga dangliq yozuvchi shoirlarni tarbiyalayotgan tursa. Demasmi, ras emasmi, ha? Oy, gap qiladish. Ağaç o'tiringlar. Men o'z qo'lim bilan Muhammed Malimga bir tutay. Yo'q. Elanga. Men azaldan Elanga. İçip koyun ha. Qo'limni yandırma. Elanga. Qo'limni yandırma deyman. Elanga. Bo'ldi, rahmat. Qo'limdan elib qo'yib qo'ysangiz mayli. Elanga. Qizlarni ishga yad ishmabsiz. Elanga. Voy, unda qilmay elang deyman. Qo'limni yandırma. Elang. Eng yaxshisi men ishmay. Bo'ldi için ha. Ras. Men ishmay. Xo'sh. Keling Muhammed Malim, ikkimiz bir rund so'qishtirib etmamda. Bo'ldi. Eng yaxshisi men ishmay. Voy, ishchanga. Bir rund ishganga nima bo'ladi? Bizni yaratmayapsiz-ya. Qizlarni ishga tursa. Bundaq desanglar, meni ta'tir qiynab qo'ysizlar. Eng yaxshisi men ishmay. Asta, ishchanga. Bo'ldi. Men ishmay. Avval o'tiring. Qani. Hammamiz bir rumkadan ichib o'taylik. O'rninglarda turinglar. Hammanglar turinglar. Qani. Xo'sh. Hammanglar o'rninglarda turib, Muhammed Malim bu joyning rohatini bir ko'rsin deyman. Xo'sh, hamsi. Xo'sh. Qani, ha? Muhammed Malim, qani elanga. Jahonning rohatini haroq sharobda da bilsanglar, amsi bu rohatni sizlarni ko'rib tugdinglar. Men bunga aralashmayman. Voy, kes ha. So'rimni kayfini ushirib tazim bir. Shuni deyman. Muhammed Malimning yuzi tekilgan bo'ldi-da. Voy, to'kilgida qanchalik yuzi bor? Qaysi salabiti bilan o'qituvchi bo'ldi-ku u? Ya raqishmigan, ya tamaki chekmagan. Xizmat deb qilgan ishning tayini yo'q. Qo'q palaqishib yurgan. Ko'ramiz va uning qanchalik odam tarbiyalaydiganini. Onunca kitap bosili bo'ldi. Başında bir kitap qaldısı. Elanglar. Özümüz o'tiraveraylik. To'g'a. O'qituvchiga kitob bilan o'quvchi bo'lish kerak. Shunda biz o'qituvchi bo'lib tura olamiz. Sizlarda o'qituvchidek salohiyat bor. Lekin haqiqiy o'qituvchiga tushliq fazilat bormi? Axloq bormi? Sizlar shu Muhammed Malim qilgan ishning qaysi birisini qila oldinglar? Men shu Muhammed Malimning fikri qo'shilaman. Sizlar o'tirib qolinglar. Elanglar. Kesmayli. Oy. So'rim bizga qopdi-da. O'rnlarni ochib turinglar. Qani ali? Yana ketadiganlar yo'qmi? O'tiraveraylik. Jigina? Savatdaşlar, tövəndə ədəbi icadət kurjigimiz toğrusida qısqacha to'xtalib o'taman. O'zinglarga ma'lum. Bizning ədəbi icadət kurjigimiz qurilib qisqagina bir vaqt ichida nihoyat zo'r shon-sharaflarga erishdi. Savatdaşlar Ayşemgül Setniyaz bir hikoyalar to'plamini yozib chiqdi. Muxtarning Salom ustoz nomli she'ri Tarim G'unchilari jurnalida e'lon qilinib, keng o'quvchilarning yaxshi ko'rishiga erishdi. Bundaq o'quvchilar oramizda texnik nurg'un. Biz shuni tamoman qezib chiqishimiz kerak. Sizning qo'llashingiz bilan g'amxo'rligingiz bo'lmagan bo'lsa, bu kitobni yozamaydi Muhammed Malim. Undaq demang Ayşemgül. Bu tamamen sizning tirishchiliginiz. Odam tirishsila hamma ishni qilg'ili bo'ldi. Sizning yaqinda chiqqan asringiz nihoyat yaxshi yozilibdi. O'qidingizmi? Ha, o'qidim, pek yaxshi ekan. Rahmat sizga. Siz yaqindan buyon nima ishlarni qilib yurasiz? Ketiram. Sizga go'dak bola bo'lmasangiz, o'shundaqsiz qilmashamda, o'ltiring. Har qanday qadam bir ishni qilganda o'ylashib qilish kerak. Siz buni deb bunda xatlar yozg'ichi bo'lmang. Mening bunda xatlar o'qiydigan cho'lim yo'q. Hay, to'xtang, men
Apa, ben geldim. Keldingmi jinim bolam? Ben akılış beri. Bo'ldi, qo'yg'in a. O'zim qilay. Voy jinim bolam, men shu sening to'yishingni o'ylab o'ltag'andim texi. Vay apa. Keşkiş toylu dedik sen. Toyunu keyin qilaman degandikin, hozircha aldırmayman. Voy. Jinim bolam, sen keyinroq qilay deganing bilan men shu yurtning oldida qandoqmi yuzimni ko'tarib yurayman? O'ylab boqmamsan. Rahmetli dadamning oldidami? Qandoqmi yuzim yo'riq bo'lsin? Apa, bo'ldi. Ko'nglingni yerim qilmag'in a? Bu nima bo'pti, sening gapingni anglay. Bo'pti, sen degandek bo'lsin. Men sening gapingga qo'shildim. Rasmi jinim bolam? Ha? Seni bir xotirjam qilib o'tay. Rahmat jinim bolam, to'yingni vaqtida qilaversam, senmi xotirjam bo'lasan? Menmi xotirjam bo'laman emasmi? Yurtning oldidami yuzim yo'riq bo'ladi. Rahmat bolam, jinim bolam. Jinim bolam. Bekirib o'ltaqas to'g'an. Hozirla sen yaxshi ko'radigan kudimni setib berman. Maydonning atapi bor. O tarafindamisiz? Ko'chat tikmagan qo'shaga. Shu bo'sh yerlarga yangi ko'chatlarni tikib ondan tantarbiya aslarlarini Yana o tarafimdan, ha? Shunda. Aşağı. Tantarbiya aslarlarini aşağı qo'ysak. Bo'ladi. Qandaq? Shuna qilaylik. Mudir, tez chiqma. Tez chiqma. Zakir molim, tez chiqma. Tezlik nemishdi? Men shu opam meni to'y qil deb, Voy, yaxshi-ku, obdan bo'pti. Safar molimni aytib qo'ydim. Agar vaqtlar bo'lsa, ishinglarni birga berib o'ltirish berandikin degan. Bo'ladi. Cho'qim borman. Qani, çay ishga o'tiringlar. Qaniylar? Rahmat. Rahmat. Qani sizmi? Og'a o'tiringlar. Elanglar. Siz meyliga? Endi gapga kelsak, Muhammad Malim boshqa har qanday jihatdan yaxshi. Oila tarbiya jihatdan yolg'iz onaning oldida cho'ng bo'lsa-mu, noyat axloqliq, fazilatlik, kasb tirishchan. Maktabimizning ilg'or o'qituvchilaridan biri. Anglasam bu yigit kasbga bak qiziqar ekan. Xizmatimi bek yaxshi ekan. Ammo uy ishlariga tuz puxta emas deb anglayman-ku. Endi kasbga o'zini atib etganda bu muallim. Kasbdimi tirishchan, maktabimizdami ilg'or o'qituvchilarni oldi. Gaz o'choqni yoqolmaydi deb anglayman-ku. Yaqay, Muhammadjonning dadasi kichik chig'ida o'lib ketibdi ekan. Shu u onasining qo'lida cho'ng bo'lgan. Turmush ishlarida ras, sal cho'ltaroq, lekin boshqa kelganda botir deb asta-asta o'rganib ketdi. Qanday dedim? Ha? Lekin o'shqishi yo'q. Haraq sharab ichmaydi. Tamokimi chekmaydi. Rost aydi. Muhammadjon odatda kayf safoga yaqin kelmaydi. O'zini aytib tirishcha ham o'quvchilar bo'lgan muomalasi nihoyat yaxshi. Endi uning tarifini sizga so'zlab o'ltirishning hojati yo'q. O'zingizmi anglagansiz. Bizning kelishdik maqsadimizmi shu? Agar sizlar ma'qul ko'rsanglar, biz berib qolgan ishlarni o'rlashtirgan bo'lsak, bunga qanday qaraysizlar? Muhammadjonga men xili diqqat qildim. Har qaysi jihatlardan bo'ladigan yigitga. Bo'libmi kasbni so'ydi ekan. Bolalar o'zlari kelishgan bo'lsa, bizning boshqa fikrimiz yo'q. Vallahi majburlik qilib bo'lmaydi. Agar bularda o'rtoqlik bo'lgan bo'lsa, o'zlari kelishsa, bizning boshqacha fikrimiz yo'q. Shuni qo'ysin.
Rahmat sizga. Rahmat. Unda xo'sh berib, bu xush xabarni Muhammad muallimga yetkazaylik. Rost, yetkazib qo'yaylik. Qani. Amsa biz mangaylik. Ma'qul Sizga amsa. çay içmeyelim mağdala. Bo'ldi. Sizni avar qildik. Ma'qul. Xo'sh amsa. Mudir, Ha? tez chiqma. Tinchlikmi? Men bugun sizning oldingizga alayda bir ish bilan kelgan edim. Maktabimizda qiyinchiligi bor o'quvchilarga yemdan 15 ming yuan chiqarib, ularning vaqt qiyinchiligini hal qilay deb o'ylagan edim. Siz. Shon sizni tashkillashib berandikin degan. Bo'ladi. Men tashkillashib beray. Tugunlardan bizni sinfda ko'rishsak. Ma'qul. Unda siz menga telefon qiling, ha? Ma'qul amsa. amsa. Rahmat sizga. Xo'sh. Mana tamog'inglar keldi. Muhammedni to'y qilib deb anglayman bu. Kim bilan to'y qildi ekan o danish? Men bu aniq uqmadim. Boshlang'ich maktabda ishlaydigan bir o'qituvchi deydi. Er-xotin ikkisini farqat qilib bo'lmag'idek tamdi. To'y to'kinlarga borganda ayollar bilan o'ltirsa bo'lamdi ekan u. Ayol kishiga o'xshaydi, Ha, aroq sharab ichmagandan keyin, tamaki chekmagandan keyin ayollar bilan birga o'ltirish kerak-da bu. Rost aytsa. Qiymadosh. Yaqindan beri ishlar qandaqroq? Yomon emas. Voy o'p ketadigan bo'ldingda, ha? Tamoqni yeyni. Ha, man keldi. Qani, yura. Aramni shunchalik oldingizmi? Yerimni jiq pul xashlatdi. Olmisidan ikkini, jirsiydi ikkini e'lon dedim men. Voy, nima jiq ishki u? Siz o'g'il olma ya. O'g'il olmay, qarang yuzimga. O'g'il boldi saqal bir to'sil bo'lmaydi. Pevidan ikkini e'lon. Men ishlayman. Siz ishlamsiz? Siz ichsiz. Men pevishmagan bola bilan to'y qilmayman. Muallim, ablakim. Oldagi koridorda u ishdan ketib siqilib qoldi. Qayerda? Ayda koridorda. Tez bo'ling, muallim.
Ey balla, Ablekinning nima bo'lib yetib qolganligini bildinglarmi? Yo'q, Anladı, soqış poyishdan ketibdi. Kim bilan shunday bo'libdi? Uqdinglarmi? Uni o'qimadik. Muhammad muallim bilan-chi Ablekim Oyshamni talishib so'qishib ketibdi. Nima? Qizil sumka Oyshammi? Sumka Oyshamni. Gapmi bu? Asta gap Gel. Voy, boshqa yeri yo'qkan-a. Shundaymi? Sana yana nim bo'ldi o'g'lim. Men sana shuncha nasihat qildim. Sho'xlik qilma. Darsingni yaxshi o'rgan desam, gap anglamay. Mush ishni tepibsan-da yana. Undan keyin o'zingga ko'p diqqat qil. Hargiz oldiraqsanlik qilma. Sestra, bana bir çay yaparsınız optika. Sizni ko'p ovora qildim. Bu qanchalik ishdi? Rahmat sizga. Men bu birak ansiridi. Bundan keyin men o'g'limga obdan nasihat qilay. Sizni ovora qilmasin. Bo'ladi. Rahmat. Abliki, sho'xlik qilma, ha? Xo'shasa muallim. Men ma'lum. Rahmat. Xo'shamisa? Xo'sh. Hey o'g'lim. Sen bu hamma gapni anglading adash. Lekin bu Oshundaqmi gapni topamdi. Seningcha men kichikgina turib, muallimimni yaxshi ko'rib qolaman. Lekin balnisda yetib qolsa, muallim bilan urushib, Oyshamni talishib, doktorxonada yetqabdi desa, buningga sen ishonamsan? men bu ishonmadim. Men Ishonmanda. Opam bilan dadam anglab qolsa, qandaqmi qilaman? Maktabda qandaqmi yuzimni ko'tirib Bo'ldi shuraman. qila adash, ko'nglingni yerim qilma. Hamma ishlar o'tib ketadi. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi, ha? Biz sening qandaqligingni biladigan tursak, men ya seni xato tushunmasam, bu musobaqa to'g'ri tushunganman. Bo'g'liq bo'ldi adash. Amal bo'ladi adash. Sen bundoq ishingga yeb ketma. Bo'ldi yig'lamag'ina. Yig'lama bo'ldi. Muallimga yordamlashsam, ashundaqmi gap topamdi endi. Oyjon, bo'ldi yig'lamag'ina. Bu ishlarni asta-sal bo'lib ketadi, ha? Ma'qulmi? Shura, oyoqqa berib o'tiraylik. Bo'ldi yig'lamag'ina. Hey, qo'rqma. Yo'q, fikrimga o'xshaydi. Chitra gap qilma. Voy, mudir nima ishga kirganda shuni, ha? Siz o'tiring. Cho'qim bir gap bor. Saboqdoshlar diqqat qilinglar. Muhammad muallim bundan keyin sizlarga xizmat munosabatidan sinf mudirlik xizmatini o'tamaydigan bo'ldi. Buyuk bu qanday Diqqat qilinglar, mening gapim tex tugimadi. Mening gapim tex tugimadi. Shuna bugundan boshlab Tahir muallim sizlarga sinf mudirlik xizmatini o'taydi. Voy bo'ldi, bizga Muhammad Jamolni tursin. Muhammad Jamol nima ish qilib mas'ul bo'lmaydi-ku? Bizga Muhammad ban kerak. Bo'ldi qilinglar. Bu maktabning o'rinlashtirishi. Shuna maktabning o'rinlashtirishiga bo'ysunsanlar bo'lmaydi. Mana Tahir muallim, balalar sizga qoldi. Men chiqayamsa, ha? Ma'qul. Men chiqay. Voy. Saboqdoshlar. Shundaymi? Saboqdoshlar diqqat qilinglar. Saboqdoshlar. Diqqat qilinglar. Bu maktabning o'rinlashtirishiga asosan sinf mudiringlar men bo'ldim. Shunga to'g'ri maslashinglar. Sinf payti kim o? Yo'q, sinf payti yo'q. Men bo'ldim. Ismim Aysham bo'ladi. Bo'ldi balla. Shuning qaraganda sizlar Muhammad muallimni yaxshi ko'rdiq o'xshamabsizlar. Muhammad muallimning yana sinf mudir bo'lishini xohlamsizlar? Bo'ladi.
Muhammadjon muallimga Yaxshi. Muhammed Malim chaqirib qo'ying ha. Unda bo'lsa, bu deganinglarni maktab mudiriga deb qo'y, ha? Oxir chiqirib Ha, balla, endi diqqat qilinglar. Biz endi darsga to'liq qatnashaylik. Muhammed Malim o'z kustak bizga muomala qilyapsa, bunda qilsak bo'lmaydi. Sizlarni bilgansizlar, Muhammed Malimning bizga qanday muomala qilayotganini. Qanday balla? To'g'ri bilmaysiz, ha? Biz Muhammad Shunday qilayliksa. Ay bola, maktab mudirga qarang. Yapma. Oy, jimotaqana. Gap qilmag'ina. Men qaror chiqib kelsam, nima qilganinglar bu muallimni chiqarib etib? Biz chiqaryapmidik, o'zi chiqib ketdi, biz chiqamidik. Biz ishdim deymidik. Unda bo'lsa, sizlar qanday qilmoqchi? Fikringlar bo'lsa, bir-birlab danglar. Muhammadjon muallim o'zi kirsin. Muhammadjon muallim Fikringlar bo'lsa, birdan danglar. Unda xo'sh Fikringlar sizdan. bo'lsa, birdan danglar. Siz turing. Maktab mudiri biz Muhammadjon muallimga kunib qolib ekanmiz. Shunga Muhammadjon muallim davomli sinf mas'ulimiz bo'lsa bo'pti ekan. Nechu sizdan? Shundoq, Muhammad muallim bizga mehr muhabbatini berdi, borliqini ato qiladi. Sizdan. Mudir, mening mundaq bir fikrim bor edi. Muhammad muallim sinf mudiri bo'lgandan boshlab sinfimizdagi tark etish ishlari yo'qolib, sinfda xil natijali ishlar borliq keldi. Shunga sinfdagi o'quvchilar Muhammad muallimga kunib qatnashganmiz. Bizga o'zimizning tuqundagi muomala qiladi. Bizga yaqinchilik qilib, bizning ishlarimizni jonli bilan qilib beradi. Shunga Muhammad muallim bizga sinf mudiri bo'lgan bo'lsa, shundaqmi bolalar? Mening fikrimga qo'shilamizlar? Yaxshi. Muhammed Malim bo'lsin. Bo'ladi, o'tiring. Undaq bo'lsa, biz yana bir qaytim maslahatlashib baqaylik. Agar sizlar yaxshi o'qisanglar, qaysi muallim bo'lsa o'xshash. Shundaqmi? Shundoq. Endi sizlar kitobinglarni ilib, darsinglarni boshlab, topshiriqlarni ishlanglar. Biz keyingi gaplarni maslahatlashib baqaylik. Qandaq? Kitobinglarni ilinglar. Voy. Bu ish yeni Sen qanday yozding? Tektigilgan bo'lgan. Eklemeyiz olay. Aman. Yoza. Ay bola. Muallimni biz bir xo'sh qilib aytaylik, ha? Qanday xo'sh qilib Xo'sh qilib aytmaymiz, sizda qizli Ben söyle kirey. Ben patlat yeteyimse ha. Ben de yerini Balınla. Dedim malum bir hoşuma gelsin. Ha buldu. Özün akırsan mı? Ha? Böyle. Kızarsa süpürüyorum la. Ha buldu. Muallim, men xato qilibman. Men kechiring. Hech qisi yo'q. Siz xato qilmadingiz. Sizda hech qanday gunoh yo'q. Siz sababsizlar men xato qildim deb o'ylab o'zingizga ep ketmang. Sizning navbatdagi vazifangiz oliy maktab imtihonida yaxshi natijaga erishish. Bu sizning birdan-bir vazifangiz. G'ayratli bo'ling. Hamma ishlar o'tib ketdi. Endi urg'anning foydasi yo'q. Darslarni yaxshi o'rganing. Muallim, men faqat yaxshi qilmabdiman. Meni kechiring. Bo'ldi. O'zingizni azoblamang. Ma'qulamsa, Xo'sh muallim. savodishinglarga yaxshiroq nasihat qilib qo'yinglar. Ma'qul.
Şironglar, musiq to'qi deyman. Yanglar. Bu yoqda. Bo'linglar bolalar. Manga, sen manga. Mamam sizlar. Siz oldin yanglar. Ha, bo'pti. Sizlar ya. Men boshlab beray, ha? Bilin. Ha, madem başlap. Nasıl? Manga ne qilasiz? Manga. Qanda qara, yigit. Yaxshi turdingmi? Yaxshimsan? Yaxshi. Yaxshi qaldingmi? Yaxshi. Reja diqqat qilmay qatsan. Ha, qanda qara. Yaxshi turdingmi? Yaxshi turdingmi? Palampaydan tushiman deb izingni yarlantiryapsan, ha? Yaxshi. Ha. Avaylisang bo'lmamdi, ha? Qaravanimga. Ey. O'zingdek sho'xlik qilding-da. Ha. Qanday qada? Qapsan-ku, ha? Qil yaxshib qoldingmi, ha? yaxshib Buni qoldim, diqqat qil, ha? Hargiz qilib tushma. Palampay degan chatoq. Ha, obdan aramada. Endi Hey, adash. qaravaraq manjida. Avaylisang bo'lmamdi, ha? Rahmat sizlarga. Meni alaydan yo'qlab kelgan rahmat. Obdaraq arama. Yo'q. Undaq dema. Sizlarni avar qilibdiman. Ha, yo'q. Mana muallim. Sog'lashlarning ozroq bo'lsin ko'ngli. Bu nima qilganinglar? Mana buni ishgan. Yana bumi bor. Rahmat sizlarga. Mana. Avar bo'libsizlar. Bexijil bo'lyapman. Salomatliging ko'proq diqqat qil. Bo'ldi, muallim. Ma'qul. Darsda bak kayinda qolding. Shu patroq yaxshi bo'lib. Darsga bag'in. Og'ratamdi. Yo'q. Uning ustiga bu yil oliy maktab imtihoni qatnashsan. Shunga Patroq saqlayib, Muallim. sizlar ko'rasizlar, ha? Rahmat sizlarga. Biz maylis. biz Xo'sh. asli biz burnaroq kelayli deb o'ylagan. Lekin men bu toz yetishmayli ketdim. Rahmat muallim. Sizni avar qilibdiman. Bo'ldi, sizdan asra. Ay qiz, men sizni rostilla. Voy, raqat bo'ldi qig'ina. Muhammad muallim bizga nima degandi? Biz tek kichik tursak, sen nima deb gaplanda O yurgansan? Muhammad muallim nimani biladi deyman. Isqob Muhammad muallimning degani to'g'ri. Biz tek kichik, biz oldi bilan o'qishimiz kerak. Oliy maktabga o'tgandan keyin bir gap bo'lar. Yurib turib o'qisak bo'ladi-ku Aynor. Voy. Sen undoq demagina. Hoy! Bakırsan cin alır. Et buldun mu? Qazaq verib, mant etiya. Uqdingmi? Yürü lan. Gel. To'xtash! Voy, yaxshimisiz? Voy. Muhammad muallimma.
Aynurni lükçeklep bulap ketdi malum. Tez kelgan bo'lsangiz. Desa, qayerda? Hey, sen hozir qayerda? Sta. Maktabning oyliklar qurusida malum. Tez kelin. Ana, hozirla borib. To'xtab ha. Abba! Kızım! Canım kızım! Ahire kızım! Acayip canım! Ben korkuyorum ben! Bo'ldi, o'zingizni bismillah. Mana, qizinglar saqlanib qaytib keldi bu. Bo'ldi. Bo'ldi. O'zinglarni bismillah. Qo'lim to'shinlar. Abba! Meni bo'lmasa Ma'qulamsa, o'zingizni ko'proq asrang. Rahmat muallim. Dadang seni tek izlab ketgan deb balam. Bo'ladi. Men odir aytdim. Uyga kirib men. Bo'ldi. Men qaytqashtiray. Rahmat sizga. Birdam o'tirib mansiz mamdi. Bo'ldi, bo'ldi. Bu ishni Muhammad ma'lum kirganda o'z bilan paranglashib beqinglar. Qandaq? Ha, shunday qiladi. Kiram, Teshikmi mudir? kelam. Qo'y. Ha, teshikmi? Teshikmi? Bir ishinglar bormi? Mundaq kishi sizni Choy ichgach o'tiringlar. rahmat. Gezxonimizga muharrirlik taklif qilmoqchi edik. Shundaq, sizning yozgan asringiz ko'p g'ulg'ul qo'zg'adi. Sizni izlab ko'p ta'sir topdik. Qandaq, gezxonimizga muharrir bo'g'ingiz bormi? Yo'q. Kichigimdilla o'qituvchi bo'lish orzuyim bor edi. Uning ustiga bu kasbni bek yaxshi ko'raman. Uyda hozir onam yolg'iz. Uning holidan xabar olsam bo'lmaydi. Shuni men boramayman. Kechiringlar. Men darsga chiqib kelay, ha? Ma'qulamsa, ma'qul chiqavering. Xo'sh. Bu ishni qanday qilsak bo'lar? Endi buningga amal yo'q. Shundaq. Biz mi amal qilamiz kerakmiz? Ma'qul. Ma'qul. Xo'shamiz, Xo'sh. sizni avar qildik. Ma'qul xo'sh. Savodashlar, diqqat qilsanglar. Ilgari bizning sinf darsi nachar. Intizomsiz. Hamma o'qituvchilar qaqshab chiqadigan sinf edi. Lekin hozirchi, hozir dal buning aksicha. Hozir bizning sinf ko'chma bayroqdor sinf bo'lib qoldi. Maktab bo'yicha hammaning oldida. Dunyoda o'zgarmaydigan shay yo'q. Hamma narsa o'zgaradi. Konlarda xatolik o'tkazish ayib emas, tuzatmaslik ayib degan gap bor. Sizlar tuzatdinglar. Demak, sizlar yaxshi bolalar. Hozirgi masala sizlarning tirishib o'ginib, ota-onalarning vatanning umidini oqlashinglarda qoldi. Sizlarga omad yor bo'lg'ay. Umid sizlar qoldi. Rahmat sizlarga.
Hey, ulan nimemde? Qani kiring. Savoqdoshlar. Diqqat qilinglar. Savoqdoshlar, bugun to'liq o'ttir sinfdagi ilg'or o'quvchilarning mukofotlash faoliyatini olib beryapmiz. Bu faoliyatga maktabimizning mudiri Dilbar muallim qatnashdi. Tövende Dilbar muallimni so'z qilishga taklif qilaylik. Qani savoqdoshlar, qatilaylik. Savoqdoshlar. Sizlarning bugungi kayfiyatingizni ko'rib, intayin xushal bo'ldim. Chunki sizlar maktab bo'yicha nachar sinf degan nomni olgandinglar. Endilikda bo'lsa, Muhammad muallimning yetakchiligi va tirishchiligi ostida maktab bo'yicha eng yaxshi sinf degan nomni oldinglar. Demak, sizlarning bugungidek holatga kelishinglar va bugungidek cho'ng natijalarni qo'lga keltirishinglar uchun Muhammad mualliminglar ko'p ajr singdirdi. Sizlar Muhammad muallimning umidini oqlashinglar kerak. Muhammad muallim yana o'zinidan 15 ming yuan chiqarib, sinfinglarda qiyinchilik bor o'quvchilarga yordam qildi. U yana sinfdagi barliq yaxshi o'qigan o'quvchilarni mukofot bo'yimi bilan mukofotlamoqchi. Tuanda Muhammad muallimni mukofot bo'yimi taqdim berish taklif qilaylik. Muxtar. Texmi kirishdi. Ayshamgul. Texmi kirishdi. Ali. Alqab. Rahmat. Bu Ayşe. Buningdan keyin texmo tirishib o'rganib, maktabni yaxshi natijalar bilan bitirishinglarni umid qilaman. Muhammad muallim, men chiqay. Men chiqayamsa, ma'qul. Qizim, tunugungi maxsus xabar programmasini ko'rdingizmi? Yo'q. Tunugungi maxsus xabar programmasida Heqi Muhammadjonning ish izlarini tunishtirdi qarang. Ish izlari meni bakmi ta'sirlantirdi. U kasbni suydi ekan. O'quvchilarga bakli ko'yindi ekan. Shundaqla opsiga bakli vafodor ekan. Adab axloqli yaxshi yigit topdi. Uning mening bilan nima munosabati bor? Hey, Muhammadjondek yigitlar bu zamonda ozlab ketdi. Menimcha uningda ozli savallik bo'lsa-mu, yuqorqidek aloyidliklari o'nurg'un kishilarni ta'sirlantirdi. Ish qilib men faqat yoqmaydi. Voy sen qanday yigitlar yoqadi qizim? Qara, ham adablik, ham axloqliq, kasbni suydigan, onasi kuyimchan bunday yigitlar bu jamiyatimizda to'limi oz qoldi juma. Bo'ldi qila dada. Hey, muhabbalani qara. Hadi, tinchlikmi? Yaxshimisiz? Qanaqa ahvolingiz, tinchlikmi? Yaxshi. Muhammadjon bormidi? Muhammadjon tunugun viloyatlik yig'inga ketgan. Hozir kelib qolamkin, qani uy kirib o'ltag'ash. Bo'ldi, men mangay. Kelsi deb qo'ying. Men uni xalq maydonida saqlab qo'yaman. Bo'ldi, rahmat. Kelsi unutib qolmay deb qo'yasiz. Uy kirib bir piyol choy ichga saqlasangiz bo'lmamdi. Bo'ldi, xo'sh. Men mangayamsa. Ma'qul amsa.
Apa, men keldim. Voy canım balam, qaytib keldingmi? Qana ahvoling yaxshi tudingmi? Yaxshi, o'zingchi apa. Yaxshi, yo'lda jabot atmagansan a? Men sana choy Bo'ldi, kiray. apa, o'ltirg'ina. Men sana nima keldim? Nima kelding degina? Yog'liq. Menga nima yog'liq akab yuraysan? O'zingga bir narsa olsang bo'lmasmidi? Yo'q, apa. Sen meni boqaman, o'qitaman deb oz jafo chekmading. Osh qilding, yamoq kiyimlarni kiydim. Endi qiyirg'anda bo'lsa-mu, yasinib chiroyli o'ltirsam, har qatim xizmatdan kelganda seni ko'rib, ko'ngillarim yayrab ketsin, jinim apa. Rahmat balam, insofingga rahmat. Haras, boyam Nusrat qiz ketdikan. Seni bog'chada saqlayman deb ketdi. Tezroq bag'in. Bormayman apa. Voy, nimishqa? Ish qilib bormayman. U o'zi meni, O'zimni namaqul bo'lib ketdi-ku. lekin Sen bormisanchi bu yog'liqni menmi chekmayman. chekmamsa, amsa o'zim chekiman. Bu Qarab tur, ha? Apa? Bopta, boray. Ma, buni chegib ol, ha? Sening ko'nglingda bo'lsa, boraman. Ha? Apa, boray. Men boraman. Yasinib chiqay, ha? nimalsiz? Haraqay degan. Qaraqayga. Asyaqda. Ha. Nusrat, yaqtirdingizmi? Yaxshimisiz? Saqlab ketdingizmi? Yaqay. Yuring. O yoqqa berib o'tiraylik. Ma'qul.
Nima ish qilyapsiz? İçimen. Bo'ldi ishmang. Akilanga, men içimen. Çünkü siz haraq içmegen, tamak chekmegen balalarni to'ymayman degan edingiz Endi g'o. men qarorimni o'zgartdim. Nima? Siz isingiz endi men ketmaychimi? Ay, o'ltiring a. O'ltiring a. Buning ichidagi suvi so'ydi. Vahaha markaliq mineral suv. İçemsiz. Yo'q, Turab ichmayman. yeting a. Bo'ldi ishmayman. Әмсә, бұның керегі қалмапты ғой, ә? Шында ма? Менің ішчедігіні қара, мана, ә? Ішіп қоямсыз. Ішмесіңіз бопты. Eski. hasret divane